Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2003 yil 1-oyda 1-qatim nashr qilgan tarixiy roman Anjambay. Avtori Nurro'zi. 11-bob. Batnam. Opal. Kuz fasli. Anjambay bugunmi o'yinlarni kundagidek yana tong saharda boshladi. Sakradi, yugurdi, o'standan atladi, toshlarni tashladi. Alt qurluq qonaqxona temining ustida putlarini osmonga qilib, qo'llari bilan mengib aylandi. Yana dal shu vaqtida kun chiqish bilan tangla tugatdi. Ondan u oppoq cho'ta ko'nikini soldi. Uni qo'yg'ili pokizrak yer topolmay, eriqqa yondashgan yo'lning bu tarafidagi so'gatning shexig'a ilib qo'ydi. Yana yinib bu tarafga o'tib, suvda rohatlanib yuvinishga boshladi. Dal shu chog'da qo'noqlikdan pakarg'ina bir odam o'milab chiqdi-da, g'ippida hiliqi sugatning daldisiga o'tibla Anjambayning ko'ngligini qo'liga oldi. Olqinidagi yilim suyiga chilangan bir nechta tal uzun qisqa chochlarini ko'nglikning yoqisi, maydisi qo'ltig'iga chapladi. Buni Anjambay sezmidi. Qashqa chiqib uyan-buyan qarag'ach bahramon holda ko'nglikni kiyayotganda yo'lning u tarafidagi qo'noqlik shildirlab qoldi. U ittiklar shu tarafga qaradi. Qo'noqlikda hech narsa ko'rinmadi. U itlar o'ynashayotgan o'xshaydi deb kari bo'lmadi. Aldirabla ko'nglikini kiydi. U aldirmasa bo'lmaydi. Bugun juma. Ozniliq qiladigan xosiyatli kun. Ayshamgulni baldurroq ota-onasining uyiga ilib bormasa bo'lmaydi. Puxadin chiqcha ozniliq qilib olsin. Keyin qolsa vaqt qisqa bo'lib qoladi. Ozniliq ko'ngildagidek bo'lmay qoladi. U uyiga kelganda Muhammadxon bayning xizmatchisi Baxtxon Ayshamgul bilan mungdishib o'ltiradi. Baxtxon salom sahatdan keyin shahardan mehmon keldiganligi, uyda odam yetishmaganlikdan Ayshamgulning qarshi berishi lozimligi, shunga 3-4 kun turg'idek bo'lib kelsin deb Muhammadxon bayning alayida jikilib o'zini avatganligini aytdi. Anjambay ma'qul deydisa bu vaqt bek uzun. Yilg'u 3-4 kun ekan, birdan bo'lsa-mu bo'lmaydi. Ayshamgul birdan bo'lmasa bu uy dozoq bo'ladi. 4 bulung, bir qo'ling uni tutib yeydi. Yo'q deydisa, texi bo'lmaydi. Bola emasmi? Mushundaq qatlanchilikda 3-4 kun qarshi berelmasa, amgan suti harom bo'ladi. Xayr bo'pti. 3-4 kunni bir amallab o'tkazib o'tarman. U shularni o'ylab ma'qul bo'ldi. Ayshamgulmi uningga chidamaydi. Chidimasa texi bo'lmaydi. Anjambayg'u mard odam ma'qul deydi. Lekin ko'ngilda ranjibmi qolarmi? Qandoq deb o'ylanib turganda Anjambay ma'qul bo'ldi. Ayshamgul minnatdorlik bilan uningga tikildi. Shu chog'da Ayshamgulning ko'zi tuyuqsizla Anjambayning mursiga tushib turibla qoldi. Uzunla ikki tal choch uning mursidan ortilib yoqsini bo'ylab chaplashib turadi. Ayshamgul chochni oldi. O'zining chichi bilan u chochni olqiniga qo'yib silishtirib ko'rib baqqan dedi, o'xshamidi. O'zining chichi tom qara. Bu la'nati choch bo'lsa sarg'och edi. Ayshamgulning ko'zlari asta-asta uning bosh oyog'iga yugurib, qo'ltig'iga kelganda yana qadilib turibla qoldi. Qo'ltig'idimi yana 3-4 sarg'och choch uning maydasiga yaqin chaplashib qolgan edi. Shu hamon Ayshamgulning ko'nglidan guppida bir yomon xiyol kechdi. Ha, ish boshqacha ekanda. Uning ko'zlari chekchaydi, chiroyi o'ngdi. Turib-turibla tatirib ketdi. Anjambay hayron bo'lib so'rdi. "Xinem, ko'nglakni osqudan elib berganda qilgandilar?" Ayshamgul sovuqla javob berdi. "Shundoq, osqudan elib bergan, takkining qishida qo'ymagan. Saharda sizlar chiqib ketish vaqtida to'p qo'nib qoldimikin deb püdigan, surtgan, dog' bo'lib qolmasin deb sinchilab qaragan. O'zlari ko'rdilar-ku, bu choch mening chichimga o'xshamaydi ekan. Boshqa takkining qishida turib qolgan o'xshaydi." Anjambay bu ta'nidan o'tda puchlangandek azoblanib ketdi. Tanglikda nima deyishni bilolmay titrab turib duduqladi. "Xinem, undaq demislar, shaytonning kayniga kirib, har qisma bo'lmor xiyolga kelib qolmislar. Men shaytonning kayniga kirmadim. U shayton sizning kaynlarga kiribapti. Xinem, tuhmat bo'lib qolmasa yana bunda g'alati gapni qilmislar. Yo'q, tuhmat emas. Maydlarga beri beshini qo'ymasa, amisa bu chash nadin keladi.
Men nädin biley? Ayşemgul yo'ngrab yig'lab saldi. Harvada ketib o'tibmi uning mishildishi to'xtamadi. Darvoza oldiga kelganda eriqdagi suvda yuz ko'zni yuvib, hech ish bo'lmagandek uyga kirdi. Lekin suv uning ko'zlaridagi qizillikni yuvitolmaydi. Dal shu kuni gugum tushib, ko'z bog'langan chog'da Qashqar tarafdan qo'ng'iriqni jaranglatib kelgan ikki ot qo'shilgan bir mapa qizil jilg'a ko'rigidan o'tibla to'xtadi. Mapadan biri gavdilik, yana biri zilva, lekin o'xshashda siriq qalpoq, siriq ton kiygan ikki odam tushdi. Mapa shu hamon orqasiga yandi. Iliqi ikki odam uyan buyonga qarab turadi. Jilg'a ichidan bir otliq odam ikki otni yetilab, ularning qishiga keldi. Ular atlarga minib jilg'a bo'ylab yurib ketdi. Chig'ir yo'llar bilan agir-to'qay aylanib yurib, bir hazada Eli qozining hovlisiga keldi. Kun chiqishdagi alohida tayyorlangan yasidaq kichikkina bir uyga kirishdi. Shundala iliqi zilvaroq kelgan odam beshidagi sirib tikilgan siriq qalpoqni elib etib, uchisidagi siriq chakmanni silvatgan edi. Ay hay! Uzun chochlari teqimga tushgan, durdun ko'nglaklik, qora duxava jildkilik zilva ayolga aylandi. Bu yangi shaharda Baytal Bagak nomi bilan mashhur bo'lgan dangliq jalab Ayzim edi. Texi amdila 22-23 yoshlarga kirganiga qaramay, bo'y turqining kelishganligi, rangining suzukligi, xulqining jalb qilarligidan mahliyo bo'lib, xudini yo'qotganlar xili bor edi. Nima uchundir uning ko'zlari xunuk, jonsiz edi. Bir qarashda xuddi dug' suv yig'ilib qolgan toshning kamiriga, yana bir qarashga lash besib ketgan ko'ni quduqqa o'xshaydi. Shundoq bo'lsa-mu, uning orqasidan so'kildaydiganlar ishchivinning qurtidek kundan kunga ko'paymoqda edi. Hatto uni o'zaro qizg'inib, bir-biriga pichoq tiqadiganlarmi chiqib turadi. U yangi shaharga paydo bo'lib qolg'ili 3 yildek bo'lgan edi. Lekin uning qayerlik ekanligini hech kishi bilmaydi. Uning yurtini so'rganda, yurtimning nomini bilmayman deb cho'rtla kesib javob beradi. Iliqi gavdlik odam Eli qozining o'g'li Ahmad edi. U mu qalpoqni ilvatdi, chakmanni silvatdi, yuz ko'zini surtgach so'z boshladi. Xo'sh, xinim, shaharda kelishganimizda bir kechiliklari 100 tanga bo'ladi. Ishni voyaga yetkazib bijralisizlar, yana rozi qilamiz. Tong otqucha o'tgan qitimlarga o'xshash yana bir-birimizga hamroh bo'lamiz. Iliq ishni tong bilan boshlaymiz. U uyni ko'rsatib qo'ysizlar bo'ldi. U yerlardan xotirjam bo'lsizlar, o'zim boshlab boraman. Bu to'g'riliq shapi bo'lib qolmasin. Bo'lmasa jinimga voy. Hozirmi, keyinmi hargiz shapi bo'lmaydi. Mushu to'g'riliq shaharda Qur'on tutib qasam qilib berdim-ku. Shu hisob ish tugishi hamon iliqi bizni ilib kelgan mapa silni degan joylarga yetkazib qo'ydi. Qizil jilg'ining u tarafida birining uyida saqlab turyotdi. Dal shu chog'da qo'y go'shi kavipining mazlik puriqi dimoqqa urilib, eshik ichildi. Yo'g'onlab patnusqa liq tizilgan kavopni ko'tarib biri kirib keldi. Anjambay odati bo'yicha tong saharda o'rnidan turdi. Kundalik o'yinlarni o'ynash uchun talog'i mandi. U eshikni shundoq ichishiga biriga urilib ketgili tasliq qoldi-da, cho'chibla orqasiga bir qadam dojidi. U shundoq qarabla tong saharning g'uva yo'rig'ida uning ayol ekanligini bildi-da, hayron bo'lib tovladi. "Kimsan?" Ayol g'iljinlik bilan erkalab javob berdi. "Voy Anjambayka, men bo'lmay kim bo'ladi? Qadinoz do'stlarni bilmas, tonimas bo'lolmaslar yana. Uyqularni harom qilmay deb kechidan beri eshiklarni beqib chiqdim." Ayol so'zligach uningga surklashga boshladi. "Bek to'nglab ketdim. Bir istib qo'ysilchu. Shundoq qo'sh qo'vrig'liq yigit turib, dastlab salgan shaptuldek ezilib turlig'u. Bo'lslar chaqqan." U shundoq debla Anjambayning bo'yniga qo'lini soldi. Anjambay g'azab bilan uning maydasini ittiribdi. Ayol bo'sog'iga putlashib o'ntisiga yiqildi. "Sen zodi kim? Bu yerda nima ishing bor?" "Xo'jam, bek tash yurak ekanlar. Silni deb bir kecha muzlab chiqsam, holimga yetmakda yo'q, texi ittirib yiqtibatlig'u. O'z vaqtida voy xinim, jinim deb yiliqi
tatliq yerlarimni tishlab, so'yib ketgansizlar emasmi? Amdiza meni urg'idek bo'libdi-da. Ayolning hayosiz gaplari Anjambayning texmi ochiqini keltirdi. U g'azab bilan ayolning gajigasidan qamollab talog'a so'rdi. "Chiq talog'a, nomussiz jalob!" Ayol jinining baricha varqirdi. "Voyjon, odam o'ldi, odam bormi?" Dal mushu chaqda xuddi mushni kutib turgandek bir necha odam hovliga besib kirishdi. Bularning ichida Anjambayni taniydiganlarmi, tanimaydiganlarmi, mushu mahalliklarmi, boshqa mahallaliklarmi bor edi. Shu arada masjidga mingan uyan-buyan ketayotganlarmi kirishdi. Bularni ko'rib ayolning yig'isi teg'mi adab beshini yerga urib chirqirg'ili turdi. "Voy esit, bu yuzimni qandoq qilarman? Bu yuzimni nada qo'yarman? Voy bu nomusni qandoq qilay? Bu lukchak meni gollab ilib kelib, kechicha xotin qilib jinimni qo'ymadi. Voy qo'rsaqlarim, voyjon!" deyishgan haqqimni bermay, tong atmasda qo'g'lab chiqaryotdi. U o'rnidan turibla Anjambayga esildi. "Ay lukchak, bir yildan beri meni net yuz qitimlab xotin qilding. Bir qitimmi haqqimni bermading. Bu insofsiz. To'xtab tur, insofsiz lukchak. Yuz ko'zimni yuvitib, sen noahli bilan jamoat o'tirsa hisoblashmasam, xap to'xtab tur." Ayol talog'a chiqib ketdi. Bilmaganlar uni iriqda yuz yuvotdi deb o'ylashdi. Yana nima baloni tirar deb dakka-dukkiga tushdi. Anjamboy hovliga pavas yig'ilganlarning ichida dadisi, akasi, onasini ko'rib nomusdan o'layli deb qoldi. Shu topda osmon yiroq, yer qattiq edi. Mushu ahvolda nima deb tushundirsimi, uning gapiga hech kishi ishonmaydi. Ayolning nolisi ularning yuragini izvatgan edi. Xili uzoq saqlashdi. Ayol yinib kirmadi. Uyan buyan izlashdi. Hech yerda ko'rinmadi. Shu sa'chilikdan keyin Anjambayning dimi ichiga tushib ketdi. Bir necha kungacha uydan talog'a chiqmadi. El og'inlari yo'qlab kelgan edi. Ular bilanmi tuzukrak ichilib yeyilib mundishalmadi. Dard ahvolini to'kib, ichi qorinni bo'shtolmadi. Kishining dardiga kishi yetmas, pushlanmagan qo'ziq tamg'a o'tmas degandek, u hiliqi chashning gapini qilgan edi. Ular pisingida kulibla qo'ydi xolos. Hiliqi jalobning gapini chiqarganda qaqoqlab kulishdi. Shunga uning toza achchig'i keldi. Ichilmadi. Uzatqilmi chiqmadi. Hatto aksi Jumaxonga nima bo'ldi ekan tang, xuddi ashu sart ishlar uningga sodir bo'lgandek, "Ha, qilsa nim bo'pti? O'g'il bola soz bo'lsa, ashundoq bo'ladi. Orqasidan cho'kanlar qo'g'laydi" deb yuribdi. Onasi bilan dadasi paypitek bo'lib, uni buni deb uning ko'nglini yasidi. Yasagandimi bu qitim boshqacharak yasidi. "Ya hazrat, mundaqmi ko'ngil yasash bo'lamdigandi?" Bir kuni uyda liqqida odam bor chaqda dadasi, "Balam, hech qisi yo'q. Yoshlikda bo'ldigan ish. Ko'nglini buzma. Azmaydigan inson yo'q", dedi texi. "Balli, bu dal ashu sa'chilik sendan o'tibdi. Tavba qil deganlik bo'lmay nima?" Onasi bilan dadasi uninga ishonmayotsa, boshqalarga nima degilik? Shu tapda Ayshamgul xo'rliqda puchulinib nimalar bo'lib ketgandi. "Ah, est Ayshamgul." Anjamboy alamga chidamay to'libdi. "Ah, Xudo, rost yolg'onni faqat senla bilasan. Ay xaloyiq, ko'zinglarni tuhmat tumanlari to'sib oldi." Anjamboyning bu nolisiga hammasining shukkida jim bo'lib olishi javob bo'ldi. Ayshamgulning uningga bo'lgan muhabbati suvga chilashgan shu kunlarda ahvolni uningga jazman tushundirman deb o'ylash xuddi o'zining sho'lisini tutaman deb qo'g'lash bilan barobar edi. Hiliqi razgi chashni ko'rib, qattiq gumon bilan shuncha xafa bo'lib ketgan Ayshamgul amdiza butun opalni zilzilaga keltirgan hiliqi rasvochilikqa ishonmay qolamdi. Hiliqi Ayzimni izlab taraf-taraflarga odamlar chapdi. Lekin jahonning etiki kari, bulung puchqoqlari hisobsiz ekan, hech yerdan deriki bo'lmadi. Yo'q, u Ayzimni cho'qim topadi. Oqni oq, qorini qara qiladi. U farishta emas, osmonga chiqib ketolmaydi. Shuninggacha texi Xudoyim bu bo'layotgan gap so'zlarning hammasining tuhmatligini Ayshamgulning diliga silib yo'ritsa ajab emas. Hozircha ta'xir qilmoq tuzuk. "Ah Xudo, madad qilg'aysan. Quruq so'z, quruq tuhmatdan saqlab, mushkullarimni oson qilg'aysan." Xap jalob.
Axir bir kuniga qo'limga tusharsan, Xudoyimning qazini asti qaynaydi, qaynasa tashmay qolmaydi. U shularni o'ylab, hozircha Ayshamgulning uyiga bormagan tuzuk deb qaradi. Hiliqi ayolni izlab taraf-taraflarda chepib yurgan og'inlaridan uchur kelgucha bu buruqturmalikdan bezor bo'lib, alamga chidamay miltiqini, qarchig'isini ilib taqqa yurib ketdi. Tinchiq uni terlitivetdi. Appak çoğtak ko'nlikining dumbisi, maydisi chiliq-chiliq ho'l bo'ldi. Lekin shu tapda u buni tuymadi. Ovozni bo'lishga qo'yib berib, naqshisini aytib Uning shu tapdagi naqshi ovozi xuddi kelkun suyining toshqin paydo qilish oldidagi qashqa urilishiga o'xshash to'lqinliq edi. Bir ko'tarilib, bir pastlaydi. U naqshisini aytgan sari dardiga darmon bo'ladigan biriga dard to'kib yeniklab qolgandek, bo'g'izda turib olgan tugun kichiklab, nafsning siqilishi ozligandek bo'lib qoladi. O'z egisining qo'yini obdan olgan ot bir xil yo'rg'ilab, pat-pat pushqurib qo'yib, xuddi uning naqshisiga tankash qilgandek taq-tuq qadam tashlaydi. Uchib ketding jononim, qarlig'ashdek qanot qiqib, qoldim deb hasratda ko'ygan qildek to'lg'inib. Ayşemgulum güzelim sahardaki çolpanim, didarını görüşke teşna boldi yürekim. Emdi naqsha başqa köyge köşti. Bu köy xuddi kelkun to'xtab su o'z yaqinida shir-shir oqqandek larzan mo'nliq edi. Lablaringda oq pista chiqishingni ko'rsamchu, yurakimni ko'ydirgan beqishingni ko'rsamchu. Uning tog'da o'tgan kunlari bekor ketdi. Foydasi bo'lmadi. Ko'ngil ko'ksi bo'shimidi. O'tgan ko'ngilsizliklar xuddi o'zining sho'lisidek uningdan neri bo'lmay, yanila ko'ngli g'ashlik, parishonlik bilan o'tdi. Ilgari ayhay, tog'ning payzini ajab bilan suratdi. Chigiklari yeshilib, ko'ngli boshqacha ichilib qolatdi. Bulutlardanmi egiz tog' cho'qilariga osonla chiqatdi. Bir-biriga yondash ketgan qatmuqat egiz tog'larga qarab, bar ovozi bilan hay deb to'g'laydi. U tog'lardan xuddi har bir tog' cho'qisida bir odam to'g'lagandekla orqa bir-biriga ulinibla chiqqan aks sada jaranglaydi. Hay. Bu sadolardan urkib chiqqan uchar qushlar uning ustidan qanotlarini kerib, larzon uchib o'tganda xushalliqdan uning ko'ngli yayrab ketadi. Bu qitim isit ko'ngli hech nima tortmadi. Hamma narsa g'alati ko'rindi. Xuddi bir nima esib qo'ygandek, put-qo'limi ig'irlashib ketdi. Taqimi xili ta'sda chiqdi. Hay deb to'g'lagan edi. Ovozi o'zining emasdek, xuddi kasal odamning ovozdek bo'sh chiqdi. Aks sada undaq jaranglik emas. Xuddi sal unlikroq yutalgandek g'aj-g'uj anglandi. Uchar qushlarning uchishimi qanotlarini lapildatmasdan agib uchishdak chiroyli emas. Xuddi bo'ronda qolgan qog'idek egizpas, sayrishimi xuddi qog'ining qaqillashidek yiqimsiz bilindi. Bolalarni agashtirib o'tlab yurgan kiyiklar, uzib sayrab danlab yurgan kaklik qirg'ovullar odatda u havas bilan izlaydigan tog'ning egiz qoptonlaridagi qush o'vlari, bularning hech qaysisi uni o'ziga tortolmadi. Yoshsun, umr ko'rsin, mendek bechoralar ekan deb ularga chiqilmadi. Shunga bir pay o'q otmadi, qarchig'imi solmadi. Ko'rgan yerlarda qilaverdi. Kechalari itini, miltiqini, qarchig'isini hamroh qilib, orcha qarg'aylarning tuvida yotdi. Tog'ning bag'ridla ko'rinib turgan qirg'iz og'inlarining uyiga zo'rlasimi, tortisimi bormadi. Qirg'iz og'inlari uni obdan bilatdi. Ilgari har kelganida necha kungacha o'g'loq mashrabni toza qazitib, ularni obdan xush qilatdi. Cho'ng kichik hammasi bilan ko'rishatdi. Uzoq mondishatdi. Shunga ular bu qitim uningdan xafa bo'lmadi. Beshiga bir mushkullik kepti deb ko'ngli yerim bo'lishdi. Xohlagancha o'ynasin deb o'z holiga qo'ydi. Lekin shundoq bo'lsa-mu, uning qishidan 10-20 yigit kam bo'lmadi. Qo'lidan kelishcha uning ko'nglini ko'tarishga tirishdi. O'g'loq soldi, mashrab qildi, chilishdi. Qovuz chilib berdi. Atlarni baygiga soldi. Bularmi kar qilmadi.
Hozirgacha hiliqi ayolning dereki bo'lmag'achqa Anjamboy yanala xomush, ko'ngli parishon yuraverdi. Shu oraliqda Ayshamgulni bak sig'inib ketdi. Ko'rgisi kelib turolmayla qoldi. Oxir 15 kun bo'ldi deganda zodila chidayolmay yo'lga chiqdi. U aldiraytdi. Ayshamgul bilan baldurroq ko'rishni arzu qiladi. Uning bilan ko'rishay, nimalar bo'lsin ahvolni aynan day, tushunib qolar, menga ishinib tekkan, yana ishinar. U atqa yengil qamchi soldi. At xuddi shuni kutib turgandek siyliq yo'rg'iga chepishqa tushdi. Shu chepishida mahallaga kirib keldi. Do'qmushdiki ko'l bo'yiga kelganda oldi tarafdan bir ayolning qattiq chirqirgan ovozi anglandi. "Vayjon, voyey, odam bormi?" Anjamboy shunda qarabla yo'lga yondashlangan bir kona uy timining yenidagi ujumning bir tal shig'iga esilib qolgan bir ayolni ko'rdi-da, yuragi qartla qilib ketdi. Ayolning puti dastigidek bir nimaga ilisholmay, uyan buyan piltinglaydi. Qo'li shoxdan serilib tushib ketsa, tugashgini shu. Qattiq yerga tushdi. So'ngaklari chiqilib chul-chul bo'lib ketdi. Anjamboy qarchig'ini qo'yibdi. Atqa qamchi soldi. Bu chaqcha buncha qattiq qamchi yemagan at g'azab bilan chapqancha chepib ujumning tagiga kelishigila ayol esilib qolgan hiliqi shox yerilib, ayol bilan dal Anjamboyning ustiga tushdi. Anjamboyning ayolni kapla tutilishi bilan shoxning sag'risiga shaqqida tegishidan qo'rqib ketgan at ularni ilib qochdi. Tizginini kuchab tortsimi kar qilmadi. U shu qechishida chapqancha chepib ketayotganda jumadan yongan jamoat ularni ko'rib qo'rqinchida chirqirishib ketishdi. Bu chirqirashdan o'rkigan at yo'lni tashaqab chepib berib masjidning temiga urilib, oldi putlarida tamni chapchib uzib kishinab to'xtab qoldi. Anjamboy ayolni ko'tarib ilib yerga qo'ydi. Ayolning qo'rqinchida put qo'lda jon qolmagan edi. Uni yerga qo'yishig'ila lassida o'ltirib qoldi. O'zining jamoat arzida turganligini bilib, qo'llari bilan yuzini to'sib oldi. Uning yog'liqi allaqayerlarda tushib qolgan edi. Jamoat hang-tang bo'lishib turishadi. Ularning orasida turgan Tursun Mozduz oduq qancha minib ayolning qishiga keldi. "Singlim, sizlar..." Ayol yig'lamsirab javob berdi. "Sizlar jumaga chiqib ketdilar. Ichim pushib piliga berdiganga g'azon olay deb o'jmi chiqsam, shox yerilib ketdi." Tursun Mozduz Anjamboyga egilib turib, bakmu ta'sirlangan holda minnatdorligini bildirdi. "Rahmat inim, Xudoyim dillariga solgandek vaqtida kelib qoptilar. Dunyolikda birla singlim bor edi. Bala qazodan qutqizib qoptilar. Xudoyim murodlariga yetkizgay." Tursun shundoq degach singlisini yetilib, jamoat orasidan ilib chiqib ketdi. Anjamboy u ayolni tonimaydi. Qachon ko'rganligini eslay olmadi. Tursun Mozduzning undaq bir singlisi borligini anglamagan edi. Jamoatmi bilmaydi. Faqat Tursun Mozduzning net yil ilgari shahardan mushu yerga yolg'izla ko'chib chiqqanligini eslay oladi. Tursun Mozduzning o singlisimi texi tunugunlar shahardan aksini ko'rishga kelgan edi. Hech kishi bilan tanishmaydi. Anjamboy bir nechalar bilan ko'rishib hol ahvol so'rashayotganda bir bo'lak odamlarning bir yerga yig'ilib o'dinishayotganligi anglandi. "Nadikin bundaq oson to'g'ri kelib qolgan ish? Qasdanga shundoq qilgan. Sen qizingni o'ltirg'izib olsang, menga xotin degan jiq deb qiynatisiga ko'z-ko'z qilganlik. Muhammadxon boyning toza o'g'isi qaynaydigan bo'ldi. Aysham xonimga vol bo'ldi." Ular orasidan biri g'ibbidan ayrildi. Qo'noqlikqa kirib g'oyib bo'ldi. Buni hech kishi ko'rmadi. Ularning hiliqi gaplari Anjamboyning g'ushida ochiqini keltirdi. "Tova, yaxshilikmi gunoh bo'ldi-kanda?" U ahvolni tushuntirmoqchi bo'lib, ular tarafga mengivdi. Ular uni ko'rib tarqab ketishdi. "Ya hazrat," debla umi turgan joyida turib qoldi. "Hey, nodon qarindoshlarim, o'layotganni qutuldirmaydigan, yiqilganni yo'lamaydigan undaq razil odam men emas, men Anjamboy," deb toza bir to'g'lig'isi keldi-yu, "Xayr bo'pti. Nima desa demamdi. Men o'zimga pak, Allohga pak," deb o'zini besib oldi. U ochiqida eriq bo'yda o'ltiribla qoldi. Yuz ko'zini yuvdi. At jim turmay yer tatilib,
uning bo'yinlarini purab esiga keltirgandila o'rnidan turdi. Uninggacha zavol bo'lib qolgan edi. Osmonda qop-qora bulutlar laylashib yuratdi. Ilala sharqirab yomg'ir yig'ib qilish ehtimoli bor edi. Aslida Anjamboy bugun kechrak bo'lsa-mu Ayshamgulni yo'qlamoqchi, dardini to'kib uni yumshatmoqchi, ota-onasini ma'qul qilib uni yondirib kelmoqchi edi. Illiqi zaharlik gaplar uning zardisini qaynatib qo'ydi. U ochiqida o'ltirib qoldi. Mana endi baray desa ularning ko'ngliga, mana marab kepti. Boshqa g'arzi bo'lmasa qarong'uda nemishqa keladi deb gumon tushib qolishdan qo'rqdi. Uning ustiga Ayshamgulni yumshatib, ota-onasini ma'qul qilib uni yondirib kelguchilik yo'lda yomg'irda qolsa xayr bo'pti. Atiganda u shularni o'ylab uyga mandi. Qarchiga Peshayvan Turkining qo'ziqida o'ltiratdi. Uning ko'zlari chekchaygan, tuplari hurpaygan holda tipirlab turolmay qolgan edi. U Anjamboyni ko'rib uchibla kelib uning mo'risiga qo'ndi. Sozib vik qilib sayradi. U odatda o'g'i etlagan chog'da yoki tuyuqsiz bir nimadan o'rkib ketgan chog'larda ana shundoq sayraydi. Qarchiga uning mo'risidan yana uchdi. O'ylini 3-4 qatim aylandi. Yana sozib ansiz sayrab, yana uning dumbisiga qo'ndi. Anjamboy sal hayron bo'ldi. Lekin qarchiga hiliqi ayolining varqirishi, ularni ilib qochgan otni ko'rgan jamoatning cho'rqirishidan qo'rqib ketib, tegicha esiga kelolmagan o'xshaydi deb o'ylab, karimi bo'lmadi. Uyga kirdi. Qarchig'ini karvatning udulidagi osqiga qo'ndirib qo'ydi. Uydimi qarchiga yana tipirlab, qanot qiqib zadila jim bo'lmadi. Yana sozib sayraverdi. U qarchig'ini xotirjam qilish uchun uni selidi, siqirtib erkilatdi. Lekin qarchiga zodi jim bo'lmadi. Bu g'alati ahvol edi. Anjamboy hili o'ng'ilib qolar deb uningga qarab yetib ko'zi uyquga ketdi. Tungun kecha tog' bag'ridagi qarg'ay tuvida zodila uxlay olmagan, bo'ron chiqib bir kecha tik o'ltirib chiqqan edi. Shuning dardimikin mana endi uni g'aflat uyqusi ilkiga oldi. Samonliqdan bir qora ko'langa asta sug'urilib chiqib, tam yaqilab minib eshikning yeniga keldi. Eshikning taqoqsizligini bilib asta ittirdi. Eshik shapa chiqarmay ichildi. U shundoq uyga kirishigila qarchiga noiti ansiz sayrab paloqshib ketdi. Bundan cho'chigan hiliqi ko'langa paltini beshidan egiz ko'tarib Anjamboyning beshini chanlab kuchaplab urdi. Lekin palta degan nishonga tegmadi. Osqiga tegdi. Osqining bir beshidagi sho'ynisi uzilib, palta osqidagi bir narsa bilan qo'shilibla Anjamboyning mursiga tushdi. Anjamboy voy deb o'rnidan turib bo'lg'icha hiliqi ko'langa qochib darvoza oldiga berib bo'ldi. Dal shu chog'da qattiq chiqilgan chaqmoq o'ylini yo'q-yo'riq qilavatdi. Anjamboy uni ochiq ko'rdi. Ahmad deb to'ldida uni qo'g'lamoqchi bo'lib oldiga chamdidi. Lekin og'riq azobidan beshi qiyib joyiga yiqildi. Yilimu yaxshi. Xudoyim uni bir saqladi. Paltining beshi takki, ko'rpa, kegizlardan o'tib, karvatning shilinimi yerib o'tibdi. Xudoga shukr. Ko'rdigan kuni, yeydigan rizqi bor ekan. Har nima bo'lsa omon qoldi. Paltining faqat gelila uning so'l mursiga tegib, besining ichi taraf uchila taqqining terisini kesivetdi. Qani jiqroq iqib ketdi. Tevib uning umurtqisini daz ketganga chiqardi. Bir oy davolab tala tuzga chiqqaday qilib qo'ydi. Sho'g'inisi texicha qo'lini pastga tushirib mang'almaydi. Zing'ildab og'riydi. Yengini mo sapolmaydi. Bo'yniga esipla yurmasa bo'lmaydi. Aslida dushmanning g'arizi uning bo'ynini uzitish ekan. Xudoning qudrati ulug'da dushman uning kallasini uzalmadi. Maqsadiga yetalmadi. Xudo uni xuddi paxtaning ichida o'tni saqlagandek saqlab qoldi. Xudoyim dushmanning qasdini qarchig'ining ko'ngliga solmagan bo'lsa, qarchig'isi dushmanni qo'rqitmaydi. U chaqda palta osqiga tegmay, uning kallasiga tegatdi. Kallasi pilikidan uzilgan tavuzdek do'milab tushadi. Dushmanlar xo'sh bo'ladi. Onasi, dadisi, Ayshamgul, Ayshamgul yig'lab qoladi. Urug' tuqqan yar birodarlari musibatda bo'ladi. U bir oy yotdi. Ba'zida hushsizlanib qoldi. Onasi, dadisi
Urug' tuqqanlari, el ağaynlari uningga ich ağrıp, qon yig'lab yenidan neri ketmedi. El jamoatmu kunda oyog'i uzilmay kelib, yo'qlab esenlik so'rab turdi. Lekin qiynatisi tarafdan yoq, birarmi bo'lsa kelib baqmadi. Ayşemgulmu qarasini ko'rsatmadi. Uni izlab borganlarmi uning bilan ko'rishalmadi. Hey nadan xotin, bechora ahmaq, shu kunlarda biror qitim bo'lsa-mu yo'qlab qo'ygan bo'lsang, qancha xo'sh bo'lib ketatdim. Yo'qlab qo'yganga nim bo'lib ketatding. Qiziq ish. Aksiga nim bo'lgandi? Uni ko'rsla o'pkida qizirib, esilib ketdi. Yerga qarab oldi. Tunigun u darvoza oldida biriga varqirawatganda Anjambay gapning oxirini anglab qoldi. Qizitiversin, qarnini bo'sötiman. Inimga tirnoqda to'qtiqdek qiz ilib beralmasam, men jumoxum bo'lmay ketay. Gapning oxiri u shundoq bo'ldi. Beshida nima degan bo'lg'aydi? Kimga qiz ilib berman deydigandu? Toshkanbayni demdigandu? Yo'q, uning kelishib qolgan bir obdan xotini bor. Amsa kimni deydi? Tova, aksi xali ig'ir bisiq to'xtalg'usi bor edi. Nimaga shuncha ochiq kelgandu? Anjambay nim ish bo'lganligini so'radi. Hech ish debla beshini ko'tarmay chiqib ketdi. Og'inlarining qapoqlari nimishqa g'uri yegandek turilib ketdi. Onasi dadasining tartib yurishlarini demamdigan tig'i. Anjambay ashundoq geçmach xiyollar bilan qiynatisining uyiga keldi. U bugun Ayşemgulni ilib ketmoqchi. Hech bo'lmasa uning bilan bir ko'rishib, dard ahvolini anglamoqchi, holiga yetmoqchi. O'zmu beshiga kelgan dard alamlarini to'kib, uning yo'q, undaq odam emas deganini anglamoqchi. U shundoq deydi. Cho'qim shundoq deydi. Bu gapni uningdan boshqa yana kim deydi? U ashu gapni desa, yuragini besib turgan tog'ni cho'rib etsa, ilohim shundoq bo'lg'ay. Anjambayning bu yerga kelganligini uydagilar bilmay qoldi. Bilgan bo'lsa, "Hey, bo'ldi. Sen saqayganda borayli" deb kelgili qo'ymaydi. Ular nimadan xafa bo'ldikin tang? Yiliqi it uning pachiqiga esilib erkilib turadi. Qiynatisi chiqdi. Uning bilan qo'l ilishib ko'rishdi. Nozi ne'matlar bilan obdan mehmon qildi. Lekin Anjambaydan hol ahvol so'ramadi. Faqat uning esiqlik qo'liga ko'zining quyruqida qarab qo'ydi. Xolos. Ayşemgulmu, qiynanisimu, xizmatchi ayol Baxtxonmu ko'rinmadi. Bular nega ketgandu deb xiyol qilib o'ltiradi. Bog' tarafdagi ho'ldan nag'ma navoning ovozi anglanib qoldi. Mehmon bar o'xshaydi. Ayşemgulni billa ilib ketsam, beyab bo'ldiga o'xshaydi deb o'ylab, ati kelmoqchi bo'lib o'rnidan turdi. Qiynatisi seliq sipoylik bilan uni yana o'ltirg'izdi-da, o'rnidan turib qo'lni duoga ko'tardi. Balam, men sizga duo qilay. Biz bir yildek ota-bola bo'ldik. Obdan o'tdik. Men rozi. Endi men shu balani sizdan tilayman. Xetini bersizlar. Jahonda xotinjiq. Sizga Xudoyim obdan yerdan baxt gullarini ichildirib berar. Balani sizdan tilayman. Anjambay bu gaplarni o'ziga qilinayotganligiga ishonmay, tang qetib turibla qoldi. Hang-tang bo'lib atrofiga qaradi. Uyda o'zi, qiynatisidan boshqa odam yo'q edi. U qiynatisining nima da'vatganligini tushunmay, tushunib tursimu ishonmay, "Nimaning gapini qilyotdilar?" deb so'radi. "Qizimning Ayşemgulning xatini bersizlar, da'vatiman. Xatini bersizlar." Anjambay shundalar o'zining xato anglamaganligiga ishondi-da, tuyuqsilab beshiga kaltak tekkandek cho'chib ketdi. Kachirabla o'rnidan turdi. Lekin shu hamon o'zini tutib olib, qo'l bog'lab turib, "Dada, g'alati gap qilyotdilar-ku. Nima deganlar bu? Undaq demisizlar, uyimizni tutib qolayli. Sizlarga umrlik bola bo'lib qolay" deb yalvordi. "Yo'q, bo'lmaydi. Ayşemgul endi bora olmaydi. Dada, bu zodi nima uchun? Gunohim bo'lsa tilay. Ishtonga chiqqan ko'ngilga yon. Bo'ldi endi, bizni bosh ko'targisiz qilibatilar. Ayşemgulmu nomus alamdan o'layli deb qoldi. Uni endi sizlarga qaraydigan ko'zi yo'q. Shundoq bo'lsin. Gap ber, quloq ishki, vassalom. İşimiz tugidi. Ayşemgul, bo'ldi. Yana nima rang? Anjambay gapning oxirini deyolmadi. Qiynatisi gapning biliga tepib, gapni uzib vaqirdi. "Ayşemgul, mening qizim, mening gapim gap. Sening haqqing yo'q. Chiq uydan." Anjambayning
Ochiqida burtlari lik-lik titrab ketdi. U ichkarki uydan chiqib o'tib, Oyshamgulni ko'rib qoldi. U qator uylarning biridan chiqib, yana bir uyga kirib ketyotdi. Oyshamgul Ayshamgul taqqata to'xtadi. Keyniga qaradi. Anjamboy tizla uning oldiga qarab mandi. Shu arada Ayshamgulning o'dilidagi uydan bir qo'l chiqibla uni so'rab kirib ketdi. Anjamboy dambas qadam bilan berib bo'lgacha eshik taqilib bo'ldi. Ittirib baqdi, ichilmadi. Chekib baqdi, sado chiqmadi. Oxir bo'lolmay eshikni yengil mushlab turib to'g'ildi. Ayshamgul, Ayshamgul, Ayshamgul. Eshik ichilmadi. Javobmi bo'lmadi. Anjamboy yana to'g'laverdi. Ayshamgul, eshikni ochsizlar. Bir eg'iz bo'lsa-mu gapimni anglasizlar. Eshik g'achchida ichildi. Qiynonisi beshini chiqardi. Ha, nima gap? Ayshamgulda nima haqqing bor? Qilg'uliqni qilib, yuzimizni poq qilding. Izo tartmay yana nima deb kelding? Yuzi yo'q pas, noahli makonsiz, rasvo. Anjamboy chidab turolmadi. Qiynonisini qistopla o'tib uyga kirdi. Ayshamgul gijim ro'molni cho'nqir silib yuzini yo'gab o'ltiribdi. Shu topda uning yig'layotganligini yoki xijil bo'lib o'ltirganligini, rangi ro'yining qandoq bo'lib qolganligini bilgili bo'lmaydi. Faqat ulug' kichik tinishlaridan azoblanayotganligini bilgili bo'ladi. Nimaga azoblandi? O'ziga kelgan xo'rliqmi yoki Xudoyim bu ishlarni uning diliga solgan bo'lsa, tuhmatlikni bilib uningga ichi og'ribmi? Yo'q, men ketmayman. Bu jondan to'ydim. Ayshamgul eslatib yig'lashga boshladi. Xinim, menga ishonsizlar. Xudo haqqi, menga ishonsizlar. Sizning anglagan bilganlarning hammasi tuhmat. Qur'on tutib qasam qilamanki, menda undaq ish yo'q. Shu arada qiynatisi hasirab kirib keldi. Ha, sen texi xotin haqni bozak etyapsan? Men gapni uzib bo'lgan. Ya'ni nimaga gizdirib tursan? Chiq uydan. U shundaq debla Anjamboyning yoqasidan ilib so'rabla talog'i ilib chiqdi. Dal shu chog'da nag'ma ovozi yaqinlashib, bog' tarafdan 20-30 dak lukchaklar chiqib kelishdi. Ular olatog'il naqsh aytadi. Naqshiga dab dumboq chavaklarni tankash qiladi. Ularning oldida Eli qozining o'g'li Ahmad yana biri bilan naqsha aytib usul o'ynab kelib, Anjamboyning oldini to'sdi. Boshqalari uningga agishib naqsha aytib dab dumboq chavaklarni chilib Anjamboyni cho'rdab o'ttirga ilishdi. Ahmad naqsha sazlarga mos keltirib qo'llarini qarz chiqarib usulga tushdi. U Anjamboyni aylanib o'ynaydi. Aylanib yurib har qatim Anjamboyning oldiga kelganda uni masxara qilib ko'zlarini har qismi qiladi. Og'zining bir burjigini mit qilib qo'yadi. Oliyib turib qishini sat tashlaydi. Tumshuqini so'zib bo'ynini qisatdi. Lukchaklarning aytgan naqshlari mahallani bir oldi. Ahmad naqshiga mos keltirib Anjamboyni aylanib usul o'ynab uni masxara qilaverdi. Oqshom keptu oshnam yomonlab eridin, o'ynadim qong'icha quchoqlab bilidin. Ular naqshning yandurmasini so'zib aytishadi. Anjamboy g'azabdan chalaqlab titrab ketdi. Shu tapda uning ming yeriga pichoq tiqsa qon chiqmaydi. Xo'rliq alimi jon-jinidan o'tib ketdi. U ko'zini chaqchaytib vaqirdi. Hey lolmalar, bu uyda undaq qalayamqan to'lashqa nima etding? Qiynatisi uningga qarab vaqirdi. Tilingni tort, lolm it degan sendek makonsizlarni lolm it deydi. Bular mening mehmonlarim. Dada, o'zlarini besilib so'zlisizlar. Sizlarmi bu lolma itlarni bu uyga nimishqa o'gitilar? Sizlarning uyda, sizlarning oldilarda og'izlardan poqni aqtirib, Ayshamgulning sha'nini bulg'ab, haqorat qilyapsa, nimish to'smaydilar? Nomus qilmamdilar? Ha? Nomus qilg'idak nimish qildiman? So'lamchilik qildimanmi? Amsa bu lolmalar bu yerda nimish qiladi? Ahmad og'izni maymoq bir qishni ustun, yana bir qishni past qilib varqirdi. Hey, makonsiz g'olcha, nima o'rkiraysan? No'ch bo'lsa, no'chlikni bizga ko'rsatqini. U qo'lini kayniga shiltidi. Shu hamon uning lukchaklari shartli qilib pichoqlarni chiqarishdi. Xuddi Anjamboyning ko'zini qo'chib tashlaydigan alpozda pichoqlarni dal uning ko'ziga tanglab devaylab kelishdi. Anjamboy qadam orqaga chekindi. Chekinib darvozadan chiqib yo'lga tushdi-da, badar qochdi. U qo'rqib qochmadi. Yo'q, hargiz undaq emas.
nomus qildi. Nomus kuchidan qochdi. Nomusdan Anjamboy xotinini kunlab qaynotasining uyida jidal chiqardi degan ataqqa qilishdan qo'rqdi. U qechiyotganda esiqliq qo'li ro'moldan chiqib ketdi. Qo'li zing'ida qilib og'riq minglarga chiqdi. Qo'lining og'riqida tezroq yugurolmay qoldi. U qechib tugmanning qishiga borganda Ahmadning lukchaklari uninga yetishib oldi. Biri uni putlab yiqtibatdi. Qolganlari bir tarafdan tepsa, bir tarafdan mushtlaverdi. Ularning alfazidan qaraganda, ular uni o'ldirib o'tishdan yonmaydigandek, amdi Anjamboy chidab turolmadi. O'ng qo'li bilan og'riq qo'lini jenikidan tutib turib, bir silkinibla o'rnidan turdi. Oldiga kelganni birla tepib, tikmollaq tushiraverdi. Hayt-hut degicha 10 odam yer tishlashdi. Qolganlari qechishdi. Qechiyotganlarning ichidan Ahmadni qo'g'lab berib, uning gadiniga keltirib bir musht qo'yib, uni dum yiqtibatdi. Achchiqini basolmay, uning ikki taqiga bir nechini tizilbatdi. Gadindan tutib beshini yerga ustirdi. Yanila achchiqi besilmay, uni qo'li bilanla qamallab ko'tarib mandi. Ahmad chirqirab saldi. "Vayjon, odam o'ldi! Odam o'ldi!" Eli qozi ularning orqasidan marab kelgan edi. O'g'lining o'lar holidagi chirqirishni anglab yugurib keldi. Uninggacha Anjamboy uni tugmanning g'olisiga tashlavatdi. Eli qozi bundaq bo'larini o'ylamagan edi. Uningcha bo'lganda Anjamboy ashundaq 20-30 odamning qo'lidagi bir siqim tuk edi. Ularni mushu ishga yaraydi deb baqqan. Eliqi qo'shaqnimi o'zi to'qib bergan. Nima qilishni o'zi o'rgatgan edi. Bundaq rasva bo'lishni kim bilsin? U alimiga chidamay beribla Anjamboyga esildi. Testek bilan birini saldi. U qozi tursa, kimni ursa uraverdi. Kim uningga qo'l yondira olgan, lekin bu qitim u o'ylamagan ish yana yuz berdi. Anjamboy uni ta'tir musht bilan keltirib birini saldi. Burni mijildi. Beshi qiyib yiqilib tushdi. Anjamboy xirqirishib injiqlab yotganlarga ko'zining quyruqida mast-mastlik bilan shundoqla qarab qo'ydi-da, him deb dimig'ida masxarlik kulib qo'yib, tugman o'stingini bo'ylab yurib ketdi. Vaqadan xabardor bo'lgan opalliqlarning shohid bo'lishicha, shuningdan keyin mayli oz, mayli ko'p bo'lsin, uni biladigan hech kishi uningga ochiq yiqilishga jur'at qilolmagan. Anjamboyga kelgulik to'pa-to'pilab kelaverdi. Lukchaklar bilan ilishganda jarohat qo'zg'alib qolgan edi. U yana yetib qoldi. Mursi taqi bilan qo'shilib, xuddi chul-chul bo'lib ketgandek vijildab og'rib, uni holdan ketkizdi. Rangimi sarg'ayib ketdi. U shu holda 3 kunni o'tkazdi. 4-kuni namoz bomdatdan keyin o'yliga odam to'ldi. Anjamboy xo'sh bo'lib ketdi. Har nima bo'lsa jamoat yo'qlab ketdi. Beshiga kun tushganda uni tashlamabdi. U dadasiga yo'linib aranla turdi. Ularga egilib salom qildi. Lekin kirganlar uningdan esanlik so'ramadi. Beshini sal egibla salom qilib qo'ygandek qildi. Aradan biri 105 oldiga chiqdi. Yoqubboyning 3 qo'yini, bir kalisini o'g'rabdi. O'g'rini topayl deb jamoat mahallalarga bo'linib uy aqtiryapti. Shu vajidan bizmo uy aqtirib navbat bo'yicha sizning uyga kelib qoldik. Birmi uy chaloq qolmadi. Xafa bo'lmaslar, uylarni ko'rib baqsaq. Bo'ladi. Naiti obdan qilishiblar, ko'rib beqislar, dedi Anjamboy xushallik bilan hech nimadan xabarsizlar. Jamoat o'gizlarga chiqishdi. Shoh shumbalarning orasini aqtirishdi. Uydagi narsalarni uyan-buyan yutkab, o'ngtay-to'ngtay qilavatdi. Ular izdigan go'sh-po'sh, kalli pachaq, teri-pira deydigan narsalar chiliqmadi. Shu chaqda 105 ning ko'zi uduldagi uyga tushdi. Bu qishlaydigan kichikkina uy edi. Anjamboylar bosh atiyazdilar, yozliq uyga yenib chiqqan edi. Hojati bo'lmaganlikdan shu chaqda qulub silib qo'yilgan edi. 2-3 oydan beri bu uy qulub silingan peti turatdi. "Ashu uyda qapti", dedi 105 tumshig'i bilan bu uyni sharatlab ko'rsatib. "U uy mo chala qolmasin?" Anjamboy ochqushni 105 ga tangladi. "Mana mushu ochquch." 105 ochqushni olg'ili unimidi. "Yo'q, o'zlari boshlab bersizlar." Anjamboy ilojsiz dadasiga yo'linib berib, eshikni ochdi. Uyga kirishigila go'shning guppida purqi urildi.
Anjambay hayron qoldi. G'alati ish. Go'sh puraydi-ku. Jamoat uyan buyan izlashdi. Oxiri o'choq oldida to'xtashdi. O'choqqa kaplashib qolgan jul-jul qil tag'arga ko'zi tushdi. Puroq shu tag'ardan kelyotdi. Tartib chiqarib og'izni ochdi. Ichidan kalaning terisi chiqdi. Hamma odam timtas turib qoldi. Birdamdan keyin yana zuvoni ichildi. Tepildi. Chiqdi, ish qilib chiqdi. Bo'lmasa, "Ava oldimken, mava o'g'irldimiken" deb hammamiz gumonga qolatdik. Shundoq bo'lmamdigan. O'g'ri birdan gumon qilsa, saq hammadan. Undaq odam emas edi. Endi insonchilik, bo'risi yo'q jangal bo'lmas, o'g'risi yo'q yurt bo'lmas. Voy Xudoyim, tova qildim, tova. Anjambay danq etib turibla qoldi. Bir hazodan keyin hushini tepib, mo'rning ichiga qaradi. Mo'rning islari xuddi biri supurib serib tushirayotgandek o'choq beshig'a to'lib ketgan edi. Bu tag'arni mo'rning to'pisidan tashlaganda tag'ar bilan billa serilib tushgan is ekanligi aniq edi. Buni hamma bilgan edi. Dushmanlik qipti. Biri mo'rdan tashlabdi. Ana qaranglar, mo'rdan tashlabdi. Dushmanlik deb tovladi Anjambay. Ma'qul, terg'o mushu uydan chiqibdi. O'ylab beqinglar, men mushu holim bilan qandoqmi kala o'g'irlab kela olayman? Imoninglar bilan bir nim demamsizlar? Voy musulmonlar, lillah bir gap qilinglar. Yuzbeshi sal xijil bo'lganda qilib uning oldiga keldi. U taraflarni biz bilmadik. Ish qilib teram mushu uydan chiqdi. Yo'qolgan kala bir, qo'y 3. Uningga vaqt kelganda o'zlari bir nima deylar. U orqasiga burildi. Qani, sizlar Yaqub bey, terini ko'rib baqsizlar, kalini to'nib olsizlar. Yaqub bey terini uyan o'rib, buyan o'rib, toza sinchilab bir hazog'icha qaragandan keyin cho'ng birini tinib oldi. Bizning kalning so'ngichida olqandagi yig'iri bor edi. Ayat yazda qo'shchilar to'la sanjib yig'ir qilib o'tibdikan. Bundaq olisi yo'q edi. Voy Yaqub axun, ayat yazda yig'ir bo'lgandi deydilar. Hozir ne vaqt? Hozir o'rma yog'lashdi. Nech oy o'tgan tursa, yig'ir saqaymay qalamti. Yig'ir saqaysa o'rniga ashunda oqti kunidi. Ali bo'lib qoladi, dedi biri unlikla. Shuning bilan hammasining og'zi tuvoqlanib, shuk bo'lib qilishdi. Anjambayga chaplangan batnomlar o'z kuchini ko'rsatdi. Ayshamgul iza ahonatlarga chiday olmay, kech kunduz yig'idan bosh ko'tarolmadi. O'roqlab bir tera bir so'ngak bo'lib qoldi. Yo'q, ko'rishmayman. Undaq yusiz bilan hargizmi yarashmayman. U ashu jaloblarni chekisiga gul qilib qisib olsin. Meni shunda xo'rlamdi, isit aqidam, lekin u o'g'ri emas. Bunga imonim komil. Yolvurish, nasihat qilishlarmi kor qilmadi. Elchi bo'lib borganlarning hammasi ana shundaq g'azablik javoblarni ilib kelib, yerga qarishib turib qilishdi. Anjambay ilojsiz qoldi. Bo'pti. Undaq bo'lsa hozircha ota-onasining yinida ozroq vaqt turib tursin. Shuninggacha ishni tiyla yetibmi qolar. Hamda mening undaq napak odam emasligimni mo bilib qolar. U shundaq umid ishonch bilan saqlab turish qaroriga keldi. Shuning bilan u o'z ko'nglini tinchlantirish, dardini yengiltish uchun shu kunlarda adab ketgan chilishish so'rinlarga kirib ketdi. Shu kunlarda bir necha o'ylik odamlar birlashib 4 o'g'rini tutulishdi. Bu o'g'irlarning orasidagi Yaqub Qiltoq degan o'g'ri heliqi Yaqub bayning kala qo'ylarini o'zining o'g'irlaganligini iqror qildi. Lekin Anjam bayning uyining mo'risidan heliqi kala terisini kimning tashlaganligini surishtirishga odam chiqmadi. Shundoq bo'lsa-mu, jamoat g'ulg'ul qilishib, boshqa birining uningga batnom chaplash uchun qasddan shundoq qilganligini jazmlashtirib, levini tishlab turib qilishdi. 11-bob tugidi.